Assalomu alaykum. Oriyat Dono radiosining qadrli muhiblari, muhtaram birodarlar. Muborak Ramazon yurtimizga tinchlik va osoyishtalik, xonadonlarimizga fayz va barakot olib kelsin degan tilaklar asnosida Ramazon fonusi deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy dasturimizning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola qilamiz. Sulaymon alayhissalom. Davud alayhissalomning 19 nafar o'g'li bo'lib, ularning ichidan Sulaymonga uning payg'ambarligi, ilmi va podshohligi meros bo'lib qoldi. Bu haqda Qur'oni Karimda bunday xabar beriladi. Qasamki, biz Davud va Sulaymonga bilim ato etdik va ular bizlarni ko'p mo'min bandalaridan afzal qilib qo'ygan zot Allohga hamd va sano bo'lsin dedilar. Sulaymon payg'ambarlik va ilmda Davudga voris bo'ldi. Naml surasi 15-16 oyatlar. Sulaymon Davud alayhissalom vafotidan so'ng taxtga o'tirdi. Bu paytda u 13 yoshda edi. Sulaymon har bir ishda, hukm chiqarishda otasidan ko'ra olimroq edi. Shu tufayli uning shohlik davri Davud alayhissalomning hukmronlik yillariga qaraganda afzalroq bo'lgan. Lekin ibodat borasida Davud alayhissalom Allohning nazdida ortiqroqdir. Sulaymon alayhissalom taxtga o'tirgach, mamlakat rahbarlari yu ahli ilmlarni chaqirib, Alloh taoloning o'ziga bergan ulug' ne'matlarini ularga bayon qildi. Jumladan hayvonlar va qushlar tilini tushunajagini, ularning o'zaro gaplashayotganini fahmlash qobiliyati borligini aytdi. Parvardigorning unga bergan ana shu ne'matiga ko'ra, Sulaymon alayhissalom farmoniga binoan insu jins va qushlar to'plandi. Ushbu askarlari bilan yo'lda ketayotib, bir vodiyga yaqinlashganda, chumolilardan biri o'z sheriklarini Sulaymon va uning askarlari kelayotgani va ular sezmagan holda bularni bosib ketishlari mumkinligi haqida ogohlantirayotganini Sulaymon eshitib qoldi. Chumoli o'z sheriklarini tezda illariga yashirinishga chaqirayotgandi. Sulaymon chumolining bu gaplarini eshitiboq, insonlarga xos bo'lmagan imtiyoz bilan o'zini boshqalardan ortiq qilib qo'ygani uchun Alloh taologa beadad shukrlar aytdi. Allohga shukrlar aytish bilan birga, o'zidan boshqa biron kimsaga bermaydigan, faqat o'zigagina xos ba'zi ne'matlar berishini duo qilib so'radi. Alloh subhanahu va taolo Sulaymon alayhissalomning duosini ijobat etib, unga o'zigagina xos bo'lgan ba'zi ne'matlarni ato etdi. Jumladan, shamollarga hokimlik xususiyatini berdi. Shamol Sulaymon alayhissalom farmoni bilan ul zot qayerda xohish bildirsa, o'sha yerda esar edi. Shuningdek, shayton va jinlarni ham Sulaymonga itoatkor qilib qo'ydi. Bularning ichida qasrlar qurishga mohir, dengiz tubidagi duru javohirlarni olib chiqa oladigan hamda boshqa ishlarni qila oladigan jinlar bor edi. Sulaymon alayhissalom qushlar tilini tushunganligidan o'z qo'l ostida bir necha xil qushlarni tarbiya qilardi. Ulardan biri hudhud qushi edi. Rivoyat qilishlaricha, bir kuni Sulaymon qushlar orasida hudhudni yo'qligini sezib qoldi. Uni qayerda ekanini so'raganda hech kim aniq javob ayta olmadi.
Shunda Sulaymon alayhissalom Hudhudning bu qilmishidan darg'azab bo'lib, agarda ketganiga biron uzrli sabab bo'lmasa, uni qattiq jazolashga ahd qildi. Oradan ko'p o'tmay Hudhud Sulaymon alayhissalom huzurida paydo bo'ldi. Saba degan yurtdan bir muhim xabar keltirganligini bayon qilib, "Ey Sulaymon, Saba barcha nozu ne'matlar hamda sharoitlar mavjud yurt ekan. Unga Bilqis ismli ayol podshohlik qilar ekan. Alloh ularga shuncha nozu ne'mat va barcha imkoniyatlar berib qo'yganiga qaramay, ular zalolatda yashashmoqda. Shayton ularni yo'ldan adashtirganligi sababli barcha rizq va nasiba, meva va taomlar bergan zot Allohga ibodat qilish o'rniga quyoshga cho'qinib hayot kechirishmoqda" dedi. Hudhud so'zini tugatgach, Sulaymon keltirgan bu xabaring rostmi yoki yolg'onligini tekshirib ko'ramiz dedi. Xabar haqiqatini bilish maqsadida bir maktub bitdi va Hudhudga ushbu maktubni podshoh Bilqis saroyiga tashlashni, Bilqis o'z atrofidagi maslahatchilari bilan bu maktub mazmuni haqida qanday bahs qilishlarini kuzatib, bu haqda to'la xabar olib kelishligini aytdi. Hudhud maktubni eltib, Bilqis o'tiradigan taxt oldiga tashladi. Bilqis darhol uni ochib, atrofdagi maslahatchilarini to'plab, xat mazmunini muhokama qilishga kirishdi. Xat Allohning nomi bilan boshlangan bo'lib, unda ularni yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Sulaymon alayhissalomga itoat etishlikka da'vat etilgandi. Bilqis maktubni o'qib tugatgach, atrofdagilardan o'z fikrlarini so'radi. "Biz o'zimizga yetarli kuch-quvvatga egamiz. Sen nima deb buyursang, shunga tayyormiz", deyishdi ular. Bu javobdan Bilqis o'z qavmini Sulaymonga qarshi kurashga tayyor ekanliklarini sezdi va urushning oqibati yomonlik bilan tugashi mumkinligini ularga tushuntirib, o'z fikrini bayon etdi. "Biz ko'p qimmatbaho hadyalar bilan Sulaymonga o'z vakillarimizni yuboraylik. Chunki podshohlar hadyani yaxshi ko'radilar. Agar u hadyani qabul etsa, bilamizki, u ham oddiy podshohlardan. Agar qabul etmasa, u holda uning payg'ambar ekanligi aniq bo'ladi. Shu bilan birga yuborgan vakillarimiz Sulaymonning kuch-quvvati qanchaligini bilib qaytadilar." Bilqis vakillari hadyalarni olib, Falastin tomon Sulaymon huzuriga yo'l oldilar. Sulaymonning mamlakati o'zlarining yurti Sabaga nisbatan nihoyatda katta, boy, baland qasru, son sanoqsiz askarlardan iborat ekanligini guvohi bo'ldilar. Sulaymon huzuriga kirib, Bilqis berib yuborgan hadyalarni taqdim etishganda, Sulaymon: "Sizlarga maktub yozishdan maqsadim mol-u dunyo so'rash emas, balki sizlarni hidoyatga da'vat qilish edi. Sizlar menga hadya keltirdingizmi? Alloh menga shuncha mol-u dunyo va podshohlikni ato etib, payg'ambar qilib tanlabdi-ku. Sizdan da'vatim evaziga hadya olamanmi? Bu hadyangizni podshohingiz Bilqisga qaytarib olib boringlar va aytinglarki, agarda iymon keltirib itoat etsalar yaxshi. Ammo o'z kufr ishlarida davom etsalar, sanoqsiz askarlarimni yuborib, ularni Saba diyoridan asir qilib tutib keltirurman", dedi. Elchilar qaytib borishib, Bilqisga bo'lgan voqeani hikoya qilib berdilar. Buni eshitgan Bilqis Sulaymon haqiqatdan ham payg'ambar ekanini, uning huzuriga bormasa oqibati yomonlik bilan tugashi muqarrarligini tushundi.
Sulaymon huzuriga borishga hozirlik ko'ra boshladi. Bilqis o'z huzuriga kelayotganini sezgan Sulaymon Alloh taolo bergan mo'jizalardan yana birini namoyon qilish maqsadida o'z farmoyishidagi devlarga Bilqisning taxtini o'z saroyiga keltirishlarini va taxtning ba'zi joylarini ozgina o'zgartirib qo'yishlarini buyurdi. Sulaymon huzuriga kelgan Bilqis u o'tirgan taxt xuddi o'zining taxtiga o'xshaganiga qarab avval hayron bo'ldi. Keyin o'z taxti ekanligini aniq bilgach, bu Sulaymonning payg'ambarligini isbotlash uchun ko'rsatgan navbatdagi mo'jizasi ekanligiga amin bo'ldi. Bu siz ham uni payg'ambarligiga iqror bo'lganini aytib, Allohga iymon keltirdi. Bu haqda Qur'oni Karimda bunday zikr etilgan. Bilqis bu qadar mo'jizalarni ko'rgach, Parvardigoro, men senga kufr keltirib, o'zimga zulm etdim. Endi Sulaymonga ergashib, butun olamlar Robbisi bo'lgan Allohga iymon keltirib, islomni qabul etdim. Naml surasi 44-oyat. Muhtaram tinglovchilar, hikoyamizni shu yerda muxtasar qilib, ushbu ibrat barchalarimizning basirat ko'zlarimizni yoritishini tilab qolamiz. O'tganlar nomlarini yod etib, duo birlar ruhlarini shod etamiz.